Kichkinaligimizda mahallamizga bir ayol kelardida, anaqa sladkaya va tatib baqirib bizga shirin paxta olib kelib berardi. O'sha ayol shu paxtalarni qayerdan olganini bilasizlarmi? Mana shu baland cho'qqilarga chiqib, haligi bulutlardan uzib bizga olib kelib sotardi. Albatta bu hazil. Lekin mana bu hazil ekan cho'qqilar emas, chodak va padar cho'qqisi. Ikkalasiga ham chiqqanman, 3500 metrdan balandroq. Bir kunda ikkalasiga chiqqanman va yoniga surat va videolar qo'yaman. Eng qizig'i o'sha paytda men borgan paytimda ham xuddi shunaqa bulutli havo edi. Hozir o'shani qarab turibman-da, 2 yil oldin o'sha yerda men bo'lganman, o'sha yerda men yurganman. Bu nostalgiya bo'lyapti-da. Endi mana pastdagi qishloqlarni ko'ryapsizlarmi? Hamma bu yerda mashinada o'tsa, shaxsan men xotinim ikkalamiz aytmoqchi. Xotinim ham bor edi. Tepada pishku mana shu oyoqlar bilan yurganmiz. Step by step qilib. O'zi bu mos tushasida menga tushunasizlarmi? Bugun esa boshqa cho'qqiga chiqishim kerak. Ketdik.